Assalomu alaykum. Oltinsoy ATB Oltinsoy filiali Agrobankka tegishli bo'lgan Oltinsoy hududida joylashgan Qorbaloq mahallasidagi 912 kontrdamiz. 912 kontr Oltinsoy Agrobank filialiga 2026-yil uchun belgilangan. Maydoni 11 gektarni tashkil etadi. Ijarachilar soni esa 22 gektar. Hozirgi kunda bu yerga piyoz mahsuloti ekilgan bo'lib, bu mahsulotimiz 2026-yil may oylarining oxirlariga borib yig'ishtirib olinadi hamda serdaromad joyiga yeryong'oq mahsuloti ekiladi. Bu kontrimizga ledi tadbirkor sifatida Bo'riyev davlat fermer xo'jaligi belgilangan. Kontrimizda o'rtacha bitta ijarachi piyoz hamda yeryong'oq mahsulotlaridan 70 million so'mgacha foyda qilishi belgilangan. Assalomu alaykum. Agrobank Oltinsoy filiali Qorbaloq hududida joylashgan 842 hamda 869 kontrlardamiz. Bu kontrlarga hozirgi kunda sabzi mahsuloti ekilgan bo'lib, umumiy yer maydoni 25 gektarni tashkil qiladi. Ijarachilar soni esa 45 ta. Bu kontrlarimizga ledi tadbirkor sifatida Bo'riyev davlat fermer xo'jaligi tayinlangan. Sabzi mahsulotlari yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekin sifatida yana aynan sabzi mahsulotlari tayinlangan. O'rtacha 45 ta ijarachi sabzi mahsulotlarini sotish orqali 70 million so'mdan 100 million so'mgacha daromad qilishi ko'zda tutilgan.